Bugun O'zbekiston tarixidagi eng yirik texnogen fojialardan biri Sardoba suv ombori o'pirilgan kun. 2020-yil 1-may tongi soat 5:55 da Sirdaryo viloyatida joylashgan Sardoba suv ombori dambasidan suv sizib chiqib, yaqin atrofdagi hududlarga zarar yetkazgan edi. Suv omboriga yaqin hududdagi aholi evakuatsiya qilingan. Hukumat tomonidan fojia sabablarini o'rganish maqsadida shoshilinch komissiya tuzilgan. Hatto Prezident Shavkat Mirziyoyev ham voqea joyiga yetib borgan edi. Suv ostida qolgan mahallalar aholisi dastlab yaqin atrofdagi mahallalarga joylashtirilgan bo'lsa, keyinchalik u yerni ham suv bosganligi sababli Jizzax viloyatining Do'stlik, Paxtakor, Zarbdor, Mirzacho'l tumanlariga joylashtirilgan. Ayrimlari esa Sirdaryoning boshqa tuman va shaharlariga ko'chirila boshlagandi. Umumiy hisobda 90 mingga yaqin aholi evakuatsiya qilingan edi. Sardoba fojiasi sabab 10 ta mahalla fuqarolar yig'ini, 23 ta aholi punkti, hududlardagi 4711 ta turar va 277 ta noturar joy obyektlariga hamda 30718 gektar ekin maydonlariga zarar yetgan. Toshqindan talofat ko'rgan 4351 ta xonadonning 2570 tasi yaroqsiz holga kelgan. 1781 tasiga qisman zararlangan. Hodisa oqibatlarini bartaraf etish, jabrlanganlar va ularning oila a'zolariga moddiy yordam ko'rsatish uchun respublika byudjetidan dastlabki yordam sifatida 100 milliard so'm ajratildi. Keyinroq toshqindan jabrlangan 4,5 mingdan ortiq oilaga yana 40 million so'mdan pul mablag'i berilgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, fojia oqibatida 6 kishi, 2 nafar ayol, 4 nafar erkak halok bo'lgan, 1 kishi bedarak yo'qolgan. Jumladan aholini xabardor qilish va qutqaruv jarayonida Milliy gvardiyaning 3 nafar xodimini katta suv oqimi olib ketgan. Ulardan biri qutqarilgan, biri halok bo'lgan, biri bedarak yo'qolgan.